Hammaga salom yaxshilar. Bugun sizlar bilan iPhone 15 Pro haqida gaplashamiz. Bu kamerani telefoni. Bu men uchun oxirgi iPhone. Nima uchunligini mana shu videoni oxirigacha siz bilib olasiz. Balki siz uchun ham bu oxirgi iPhone'dir. Hayolingizga savollar kelib qiynashni boshlayotgan bo'lishi mumkin. Nimaga bu oxirgi iPhone? Bundan keyin 16 bor, 17 bor deb. Lekin ikkala telefondan ham bu afzalligini men sizga isbotlab beraman. Videoni oxirigacha bu telefonda olish olmaslik haqida aniq bir fikrga ega bo'lasiz. Kelinglar dizayndan boshlaymiz. Siz aytishingiz mumkin, hamma iPhone'lar dizayni o'zi bir xil. Lekin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bungacha bo'lgan 14 Pro gacha bo'lgan versiyada xirurgik staldan foydalangan. Oldingi videolarda aytgandek, barmoq izi har doim qolardi. Agar chexol taqib yurgan taqdiringizda ham chexolda orasida qirilishlar, korpusdagi o'zgarishlar sodir bo'lardi. Bu telefonda bo'lsa unaqa muammo haqida vaqti o'ylamasangiz ham bo'lardi. Chexolda ishlatasizmi? Chexolsiz ishlatasizmi? Korpus mustahkam qilingan, qo'lga udobni qilingan, xullas umuman tashqi ko'rinish jihatdan muammosi yo'q desak ham bo'laveradi. Xullas dizayni tomondan keladigan bo'lsak, telefon vaqti idealni desak ham bo'laveradi. Titan korpus, orqa qismi matli stiklodan qilingan. Yana bir dizayndagi o'zgarish bu action button knopkasi. Action button knopka odatda bezor qilib ishlataman men, lekin bunga 10 dan ortiq funksiyalarni qo'ysangiz bo'laveradi. Bu ham bitta yangilik sizga masalan. Keyin lighting o'rniga Type-C zaryadnik qo'yilgan. Eng udobni tomonlari telefon вообще kompaktniy, qo'lga udobniy. Xullas chexol taqqan taqdiringizda ham qo'lingizda baribir telefon kichkina qulay bo'lib turaveradi. Bu telefonda eng katta plyuslaridan shu desak ham bo'laveradi. Ekrani haqida gaplashadigan bo'lsak, men oldin ham aytganman, oldingi videolarda ko'rgan bo'lsalaring, ekrani yomon telefonda uzoq ishlatolmayman. 1,5 yildan beri ishlatgan bo'lsam, kuniga 8-9, uzog'i 10 soatgacha foydalanaman. Telefonda ekranidan umuman shikoyatga o'rin ham yo'q, bu haqda gapirishga ham hojat yo'q. Xullas ekran вообще четкий. Dynamic Island bor. Ramkalari ham kichkina. Xullas, yana nima kerak sizga bu ekrandan deydi-ku. Bu telefonda nomiga yarasha protsessori ham o'zgargan. Siz o'ylashingiz mumkin, protsessorlarda yillar davomida sifir o'zgaryapti xolos. Lekin aynan mana shu modeldan boshlab e'tibor bergan bo'lsangiz, kompyuter o'yinlarini App Store'ga yuklashni boshlagan. Mana shu telefondan boshlab kompyuter o'yinlarini o'ynasangiz bo'laveradi. Bu tomoni ham sizga mana bitta yangilik. 14 dan 15 ga o'tadigan bo'lsangiz, kompyuter o'yinlarini ham telefonda o'ynasangiz bo'laveradi. Assassin's Creed, Resident Evil degan o'yinlar bor. Xullas, boshida o'ynab ko'rdim men ham, to'g'ri, telefon qiziydi, yarqisi tashaveradi. Bu tomonni ham tan olish kerak lekin. Xo'p, remont tarafiga keladigan bo'lsak, remont tarafini nima qizig'i bor deyishingiz mumkin. Endi qarang, telefonda orqa qismi matli stiklo qo'yilgan. Agar bundan oldingi modellarni men doim ko'rganman, qiziqib orqa qismini almashtirish uchun butun boshli telefonda razbor qilib turib, stikloni har bitta bo'lagini ko'chirib olib turib, keyin almashtirilgan. Orqa qismi stiklo singan bo'lsa, bu telefonda bo'lsa orqa qismi shunday ajralaytirgan bo'lib chiqqan. Ya'ni telefonda agar orqa qismi sinib qolmasin, sinadigan bo'lsa, telefonda orqa krishkasi отдельно, oldi tomoni отдельно bo'ladi. Telefonda umuman razbor qilmasdan turib, orqasini shunday almashtirsangiz bo'laveradi. Bu remont qilishga ham qulaylik yaratadi. Keyin telefoningiz haligi chochib tashlanishini oldini oladi deydi-ku. Kulgili bo'lsa ham aytaman, butun boshli telefonda chachib qaytadan yig'ishga to'g'ri kelardi. Hozir bu telefonda umuman muammo ham yo'q. Telefonda maqtovrasan ekan deytirgan bo'lsangiz, qarang, bu telefonni olganimdan keyin albatta chexol taqdim, oldiga stiklo yopishtirdim, kameraga oynak qo'ydim, orqasiga zashni plyonka yopishtirdim, kolonka joylariga setka taqdim, zaryadni joyini yopdim. Endi bilgandirsiz bu telefonga bo'lgan munosabatim qanaqaligini. Yana nima qilib berish kerak? Qishda to'n kiydirmadim, xolos bu telefonga sovqatmasin deb. Xullas, shu darajada yaxshi ko'raman bu telefonni. Men bu telefonni olgangacha olish fikriga to'xtalishda ancha o'ylaganman. 13 Pro ishlatganman, 14 Pro ga o'tayman. 15 Pro olaman, bo'ldi, men to'xtayman, boshqa iPhone'larga o'tmayman. Nimaga? Chunki 16 Pro ga o'taman desangiz, bitta kamera kontrol knopka qo'shilgan xolos. Uni deyarli 98% odam ishlatgan yo'q. Naborot, kamera o'zini ichidagi funksiyalari undan ko'ra udobniyroq. Type-C zaryadnik bor, Dynamic Island bor, Action button bor. Menga kamera kontrol kerak emas masalan. Endi 17 versiyalarga o'tadigan bo'lsak, to'g'risi menga umuman u dizayn yoqmadi. Agar 18 ham уже chiqyapti, shunaqa dizaynda bo'ladigan bo'lsa, ana men mana shu telefonda qolaman yaqin kelajakda deydi-ku.
Xullas shunaqa gaplar. Kamerasi haqida umuman gapirib o'tirmayman. Agar kanaldagi hamma videolarni ko'rgan bo'lsangiz, aynan mana shu telefonda syomka qilingan. Kamerasi menga bir marta emas, 2 martalab yetib ortyapti. Xullas agar mana shu telefonni oladigan bo'lsangiz, siz ham bemalol video blogerlikni boshlasangiz ham bo'laveradi. Syomkasiga gap yo'q. Autofocus bor. 48 megapiksellik kamera qo'yilgan. Makro rejim bor, zoom yaxshi, kashfa buzilmaydi, ovozi zo'r yozadi, rasmga zo'r oladi, kino effekt bor. Yana nima kerak sizga hozir? Ozgina zvuk haqida aytib o'tib ketaman. Agar 15 yoshimdan boshlab telefon ishlatishni boshlagan bo'lsam, butun boshli hayotim davomida eng sifatli zvuk, kачественный звук mana shu telefonda eshitdim. Mana sizga qo'yib berishim mumkin. Этот карантин, я болен тобой был, расстреляла мой тыл, находила 100 причин, дабы нам не быть вместе. Endi telefonda kamerada qanaqa yetkazib beriladi bilmayman, lekin realni eshitsangiz ishoning, вообще bomba deydi. Batareykasi haqida gaplashadigan bo'lsak, masalan men 1,5 yildan beri ishlataman. Zaryadim hozir 89% ga tashlagan batareykasi, lekin shunda ham 9-10 soatga yetib beradi. Xullas zaryadi tomonidan ham gap bo'lishi mumkin emas. Endi zaryadlash haqida gaplashadigan bo'lsak, maksimum 2 soat 20 minut, 1,5 soat ana shunaqa paytlar ham bo'lgan. Endi baribir kechqurun qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, zaryadlash ham uncha muammo emas menimcha. Hamma baribir kechqurun qo'yib qo'yadi, ertalab oladi telefonni. Xullas zaryad tomonidan ham umuman nolimasak bo'laveradi. Xulosaga o'tadigan bo'lsak, nimaga aynan 15 Pro ni tanlashimiz kerak? Birinchi, Titan korpus. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, yangi iPhone alyuminga qaytdi. Endi alyuminda issiqlik o'tkazuvchanligi yaxshi, lekin hech kim telefonni qo'lda kuydirayotgan darajada ishlatmaydi-ku. Bu hammamiz bilamiz masalan. Telefonni o'zi u darajada ishlatishga yo'l qo'ymaydi. Yarkisi tashlab yuboradi, gerz pastlab ketadi. Telefonda o'zi yo'l qo'ymaydi baribir unaqa qizdirib ishlatish. Hop, knopkalar haqida gaplashdik. Action button bor, kamera kontrol kerak emas bizga. Hop, Type-C 3 versiyada. Men ma'lumot almashishni tekshirdim. 14 Pro Max dan ko'ra 15 Pro действительно tez o'tkazdiradi fayllarni. Bu tomoni ham bitta plus. Kamera chotki. Agar narx tomonidan keladigan bo'lsak, bu joyini aytishimda xavfli-yu. Telefon mana olgan kunimni ko'rsataman. 12 fevralda olganman ekan. Mana ko'rishingiz mumkin. O'sha paytdagi kursga hisoblasak $777 ga olganman. Lekin umuman afsuslanganim yo'q. Hozir teng baravar narxi tushib ketgan bo'lsa ham, bilmadim endi o'zimizda necha pul anaqani bilmayman. Kommentariyalar shunaqa savollar bilan to'lib ketyapti. Sen narxing emas to'g'ri kelmaydi deb. Agar siz mana shu telefonni olib ishlatadigan bo'lsangiz, ishoning, hamma aytgan ishingizni qilib beradi. Boshqa telefonga o'tishga hojat ham qolmaydi. Xullas yaxshilar, bu hammasi meni fikrlarim, Kamilani telefoni. Men har doim bir narsani tavsiya qilishni xohlardim odamlarga. O'zim ishlatib ko'rib, o'sha telefonni qanaqaligini bilib turib, keyin sizlarga maslahat berishni xohlayman. Albatta bu telefonni 1,5 yildan beri bekorga ishlatib yurganim yo'q. Shu yaxshiligi uchun. Odatda yomon telefon bo'lsa, bir oyda ichida o'zi yo'q qilish harakatiga tushaman. Shunday ekan, agar shu telefonni oladigan bo'lsangiz, bo'ldi, iPhone yangilash haqida bir necha yillar davomida umuman o'ylamasangiz ham bo'laveradi. Narxiga ham arziydi, korpusi ham chiroyli, dizayn zo'r, naturalniy titan. Xullas, bu hamma fikrlar har doimgidek Kaminani qaysi telefonni olish haqidagi qaror bo'lsa, har doim sizdan. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.